Murojaatnoma. Masjid Allohning uyidir. Allohning uyini insho qilish uchun sizning masjidingiz bo'lsin. Masjid sajdigohdir. Sajdigohdan iborat bu xushu va huzur saynosiga bir gulni siz tiking. Masjid qiblagohdir. Qiblagohingizning imoningizdek mustahkam, dilingizdek pok qad ko'tarish uchun bir qishni siz tizing. Masjid mo'min musulmonning panogohidir. Allohga sig'ingan sanoqsiz musulmonlar panohlanadigan, tevinadigan bu muqaddas makonning barakatli duolaridan nasibisiz qolmang. Masjid cho'ng kichik, boy kambag'al, er ayol hammaylarni bir o'ringa jam qiladigan barobarlikning simvolidir. Barobarlik simvolining chaqnishi uchun xazinangizni o barobarlik tashabbuskorlardan ayamang. Masjid ibodatgohdir, rohatgohdir. Dilla yayraydigan, ruhlar arom topadigan bu ma'naviy qasrda yiqimliq azon, xush ovoz tilovatlarning jaranglashi sizning sexiniyatingiz bilan reallikka aylangusi. Masjid diniy va milliy madaniyatning bo'shkidir. Ruhning injeneri dinning, millatning qaddi, tilning yashinishi. Bu ruh va bu til egillarining bir yerga jam bo'lishiga vasila bo'ling. Masjid musulmonlarning eng avvalgi va eng oxirgi uyidir. Sürgüngohning asratlik piroqlarida chechilib ketgan Uyg'ur musulmonlari bu uydan tasalli sharbatlarini issin. Tug'ilganda azon takbir bilan qo'yilgan ismingizning o'lib ketganda namoz bilan uzutiladigan oxirgi bekatlarda aslanish uchun mardlar karvonidan tushib qolmang. Masjid hurriyatning simvolidir. Ruhingizni hur, dilingizni qushlardek xushnod qilishni orzu qilsangiz, ma'naviy hurriyat bog'chisi masjidingizga hurriyat baxtlarini ko'chiring. Yakki yegona Allohga bosh egadigan, oningga tevinadigan, maxluqning dunyoning besim va patparaqchiliklaridan qutulib, cheksiz baxt tuyg'usiga cho'mmoqchi bo'lsangiz, o baxtni baxsh etguchi ma'naviy obidingizning tiklanishi uchun harakatga o'ting. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik muhojirlarni Kanadaning Toronto shahrida setib olinish oldida turayotgan masjid uchun moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilishga chaqiramiz. Aloqalashuvchi Fatih Ibrohim.